o'zing yaxshisan deydi, lekin boshqalarga qarashmaydi. Ko'rsatmay qarab oladi-yu. Ko'rsatmay qarab oladi. Lekin xo'rligingiz keladi o'sha payt. Mana endi sizga yana bitta mavzuni ochaylik, keling. Erkaklar aytadi xotiniga, mana mana shu munjavon olmoqchiman yoki ozmoqchiman desa, o'zing yaxshisan yoki pul bering desa, o'zing yaxshisan. Yuziga o'zing yaxshisan erkaklar. Bu gapni ko'p eshitaman-da men. Xo'jayinim o'zing yaxshisan deb. Endi tasavvur qiling, siz mashinada o'tiribsiz, birinchi liniyadasiz-da. Zo'r qiz o'tib ketyapti. Zo'r, endi figuralar zo'r, sochini yoygan, qop-qora, yuzli xo'jinli figura mana bunaqa, juda ham zo'r. Qaramaydigan erkak ham qaraydi, ishoning. O'zing yaxshisan deydi, lekin boshqalarga qarashmaydi. Ko'rsatmay qarab oladi-yu. Ko'rsatmay qarab oladi. Lekin xo'rligingiz keladi o'sha paytda. Ko'pchilik shunaqa qiladi. Xo'rligingiz kelib bir g'alati bo'lasiz. Qaniydi mana shunaqa olsamidi, qaniydi mana shu ayolga o'xshab qolsamidi deb blogerlarni nima kuzatishadi? Ko'p blogerlarni ayollar. O'shandan motivatsiya olaman deydi. Motivatsiyani ko'pchilik ola olmaydi. Blogerlar o'ziga qarab yuradi. Chiroyli kiyinadi, ozuq oladi, zo'r bo'yanadi, to'g'ri zo'r joylarga borishadi. Lekin inson qachonki hurmatga sazovor bo'ladi, o'zini yaxshi ko'rsa. Siz o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, chiroyli kiyinasiz. O'zingizni yaxshi ko'rsangiz, ozasiz. O'zingizni yaxshi ko'rsangiz, chiroyli bo'yanib, chiroyli joylarga borasiz. Bitta magazinga kirsangiz, undoroq kiyinib kirsangiz, odamlar boshqacha gapiradi. Agar chiroyli kiyinib, o'zingizga xo'jinli bo'lib, figuralaringiz ham joyida bo'lsa, boshqacha muomala qilishadi. Hozir zamon shunaqa-da.